Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan bugungi videomizda biz MakerBot haqida gaplashamiz. MakerBot bu ya'ni bot yaratadigan bot-da. Tushunasizlarmi? Bu Maker pastistka 77 bot deb qidirsanglar chiqadi qidiruvdan. Boshqa tugmasini bosamiz, bu yerda kanallar chiqadi. Kanallarga obuna bo'lib, bemalol bot yasab olsanglar bo'ladi. Tekinga, mutlaqo tekin. Yangi bot ochishga boshlaymiz va botlar. Avtonakurtka bot bor, obunachi va pul bot. Hali yaqinda juda ko'p botlar qo'shiladi. Eng kam 15 ta bo'ladi, xudo xolasa. Aktiv qilib tursanglar, bonuslar sizlarga har kun taqdim etamiz. Avtonakurtkani bosamiz hamda bu yerda kunlik to'lov 100 so'm, 10 kunlik bonus bepul taqdim etiladi deyapti. Ya'ni sizlar o'z kuniga 100 so'mdan kunlik to'lov qilsanglar, agar bot ochganinglardan keyin 10 kun bepul foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Agar shu botimizga shu videodan keyin kamida 100 tami, 50 tami odam qo'shiladigan bo'lsa, mana shu 10 kunlik to'lovni 1 oy qilaman. Ya'ni 1 oy tekinga bot ochib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bot afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda pul ishlash bosganimizda taklifnomaga, ya'ni har bitta odam taklif qilganingizga 350 so'm beriladi. Bu normalniy. Keyin orqaga qaytamiz hamda bu yerda promo kod bor. Promo kod orqali normalniy pul ishlab bo'ladi. Promo kod, ya'ni mana promo kodni tashlab boraman. Mana oxirgi marta tashlaganman. Ya'ni bu hozir yangi bot bo'lgani uchun unchalik aktiv normalniy emas. Hech kim ishlatmayapti promo kodni. Mana promo kodimiz UZ7127 promo kodimiz. 170 so'm bonusi bor, lekin hali hech kim olmagan. Lekin bu yerdagi mana ikkita promo kodimiz inson olib bo'lishgan. Shunaqa qilib ya'ni kuniga 10 tagacha promo kod tashlashim mumkin. Ya'ni bu degan agar 100 so'mdan 10 ta tashlasam 1000 so'm bo'ladi. Bemalol botlaringizga yetadi. Agar bu videodan keyin aktiv unchalik ko'p bo'lmaydigan bo'lsa, botimiz 10 kunlik emas, 5 kunga tushadi. Ya'ni 5 kun bepul foydalanasizlar. Shuning uchun aktiv normalniy qilamiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana shu joyini bitta skrinshot qilib olasizlar videoni to'xtatib, qidiruvdan qidirishinglar uchun. Agar unisiga ham ko'nmasanglar, videoni tagida yozib qoldiraman. Hammaga rahmat, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Hali ko'p botlar yasab qilamiz, ijod qilamiz. Poddeshka qilib tursanglar, hali sizlarga pul botdan pul chiqarishni ham o'rgatamiz. Hammaga rahmat.